Lifehack o'rtoqlar, ko'pchilik uyiga santexnika qo'yayotganda aynan mana shu narsani qo'ymasdan juda katta xatoga yo'l qo'yishadi. Buni kimdirlar nomini bypass deyishadi, kimdirlar boshqa nom bilan atashadi. Men hozir sizlarga bu narsani nima funksiyani bajarib berishini tushuntirib beraman. Xonaga radiator uстановка qilganingizda ayrim holatlarda u buzilib qolishi mumkin yoki xona isib ketgani uchun uni o'chirib qo'yishingizga to'g'ri keladi. Bu funksiya aynan shunaqa holatlarda radiatorni o'chirib qo'yganingizda boshqa xonalarga ham suv borishini ta'minlab beradi. Bu qanaqa ishlaydi desanglar, oddiy radiatorni yopib qo'yasizlar, yopganingizdan keyin buni ochib qo'yasizlar. Keyingi xonalarga ham o'shanda issiq suv yetib borishi ta'minlanadi. Agar bu narsani qo'ymaydigan bo'lsanglar, keyinchalik qanaqa bir holat bo'lib, radiatorni uzib qo'ysanglar, qolgan xonalarga suv yetib bormasligi mumkin, suv aylanmasi buzilishi mumkin. Mana shunaqa holatlarni, mana shunaqa muammolarni yechish uchun aynan mana shu narsa qo'llaniladi. Agar siz ham uyingizni ta'mirlamoqchi bo'lsangiz, xuddi shu kamchilikni siz bitirishni xohlasangiz, bizning jamoaga murojaat qilishingiz mumkin.